Hayotimiz davomida ichki yonuv dvigatellari yoki bo'lmasam sovutish va kriogen texnikasi mutaxassislariga ko'p duch kelamiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmizmi, aynan mana shu kabi mutaxassislarni qaysi oliy ta'lim dargohi tarbiyalab chiqaradi? Toshkent davlat texnika universitetining mexanika muhandisligi fakultetida ichki yonuv dvigatellari, sovutish va kriogen texnikasi kafedrasi mavjud. Zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan tajribali professor o'qituvchilar ta'lim beradigan ushbu ilm dargohi bilan Sarvinoz Burxonova tayyorlagan lavha orqali tanishib olishimiz mumkin. Ushbu kafedra universitetning yetuk mutaxassislar tayyorlovchi ilg'or kafedralardan biri hisoblanadi. Kafedraning professor o'qituvchilari xorijiy oliy ta'lim muassasalari va korxonalarda malaka oshirishgan. Texnologik mashina va jihozlar, sovutish mashinasozligi o'quv yo'nalishi bitiruvchilarimizni oziq-ovqat sanoatini, sutni, go'shtni qayta ishlash korxonalarida, sut, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida, sut, go'sht mahsulotlarini saqlash korxonalarida ishlashlari mumkin. Bizning bitiruvchilarimiz kimyo sanoatida ammiak ishlab chiqarish, uksus kislotasi, uksus angidridini olish korxonalarida ishlashlari mumkin. Kafedramiz qator xorijiy korxonalar, kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlab kelyapti. Mana shu o'quv laboratoriyalarida abituriyentlar, bo'lajak studentlarimizni o'qishlari, amaliy ko'nikmalar olishlari mumkin bo'ladi. Kafedrada 400 ga yaqin talaba tahsil oladi. Ular o'qish bilan bir qatorda zavodlarda ham ishlashi mumkin. 4 yil mobaynida texnologik mashinalar, jihozlar yo'nalish bo'yicha tahsil oldim. Hozirgi kunda Lider Servis sovutilgan mahsulotlarni saqlash korxonasiga kompressor mashinalari operatori bo'lib ishga boraman. Hozirda biz domlamiz bilan, ya'ni sovutish qurilmalari laboratoriya stendidan foydalandik. Bu stendda biz har bir nuqtamizdagi graduslarni aniqlab yozib oldik. Ya'ni bu bilan ham lazer nuri orqali har bitta nuqtaning gradusi bu bilan, ya'ni ikkalasi mos kelishini aniqlab olish laboratoriyasini bajardik. Mana bu yerda bizga kerakli jihozlar bor, hammasi bu laboratoriya xonamizda. Bu yerda gidravlik расширитель, развальцовка, keyin tishi iskatel, manometr, keyin turborezkalar bor. O'quv jarayonini tashkil etishda mahalliy, xorijiy va xalqaro tashkilot hamda korxonalar ko'magida moliyalashtirilgan zamonaviy laboratoriya jihozlaridan foydalanib kelinyapti. Jumladan, Germaniya, Xitoy kabi davlatlardan zamonaviy laboratoriya uskunalari keltirilib, jihozlangan. Shuningdek, talabalar bugungi kunda bu jihozlardan foydalangan holda turli ilmiy tadqiqotlar o'tkazishmoqda. Biz o'rganayotgan bilimlarimizni UzAvto Motors GM Powertrain zavodida amaliy bilim asosida, ko'nikmaslik asosida o'rganyapmiz. Bu o'rganish natijasida biz bilimlarimizni juda mustahkamlab o'rganib bormoqdamiz. Hozir universitetimizda har xil loyihalar ustida ish ham olib borilyapti. Misol uchun, yomg'ir suvini yig'ib, uni keyinchalik ishlatishga berilyapti. U yomg'ir suvini tomdan tushirgan suvni shu chuqur qazib, u yerda saqlab, uni qaytadan filtrlab, ichimlik suvi yoki u yerda universitetimizda ishlatish uchun, laboratoriya jihozlarini ishlatish uchun yuvishga ham berish mumkin. Uni hisoblab chiqish natijasida bir yilda 80 bora yomg'ir yog'ishi va boshqa ishlar haqida olib borilyapti.